Yo, amaga salom, sizlar bilan Fiber. Bu meni birinchi videoyim. Nima haqida desalar, Keyzikda pritselni to'g'ri nastroyka qilish haqida bo'ladi bu videoyimiz. Ko'p gapirmasdan ketdik, boshladik. Ketdik qarochi. Birinchi nima ish qilamiz? Birinchi counter kiramiz. Bu meni o'zimning pritselim. Doim shu pritsel o'ynayman. Xo'sh, nima qilaman desalaring, nastroyga kirib, igra bo'limiga o'tib, pritselni bosasizlar. Xo'sh, birinchisiga keladigan bo'lsak, klassический bo'lsak, ko'ryapsizlar, yurganda pritsel kattalashyapti. Bu umuman tavsiya etmayman bu pritselni. Opsiyalaring ham pritsel kattalashadi, sal-sal. Uncha ko'p bilinmaydi, kattalashadi salgina. Xo'p, buni umuman tavsiya etmayman. Qarab qo'yinglar, o'chiq tursin bu. Agar 3-ga qo'ysalaring, yuryapsizlar, kattalashmayapti, lekin opsiyalaring kattalashadi. Bir xil shunday o'ynaydi. Lekin men ham bunisini tavsiya etmayman. Ikkinchisi yaxshi. Nima desam bo'ladi? Yursalaring ham kattalashmaydi, opsiyalaring ham pritsellaring qanday tursa shunday turadi. Xo'p, keyingisiga keladigan bo'lsak, foydasi nimada desalaring, yoqib qo'ysalaring, sheriklaringni o'tmasliklaring uchun pritselni sheriklaringni qaratganlaringda kres chiqadi. Bu o'tmay sheriging deb. Agar buni o'chirib qo'ysalaring, chiqmaydi. Buni foyda zarar tomoni yo'q. Xohlasalaring yo'qini, xohlasalaring o'chiringlar. Keyingisiga keladigan bo'lsak, agar buni da qilib qo'ysalaring, pritselni o'z ko'rsataman. Ko'ryapsizlarmi? Pritsel ko'tarilyapti. O'q qaysi tomonga ketsa, pritsel o'sha tomonga ketyapti. Bunda ham o'ynaydiganlar bor, lekin buni ham umuman tavsiya etmayman. Даже kiber sportsmenlar ham buni o'chirib o'ynaydi, chunki standart yaxshi. Buni o'chirib o'ynagan yaxshi. Точка va centri. Agar buni da qilib qo'ysalaring, pritselning o'rtasida nuqta chiqadi. Точкаcha bo'ladi. Bu aniq o'tishlaringni aniqladi-da. Agar buni o'chirib qo'ysalaring, ko'rasizlar, pritselning o'rtasida hech narsa yo'q. Men o'zim o'chirib o'ynayman buni. Dilina. Bunga keladigan bo'lsak, o'zim 3-0 o'ynayman. Buni qancha katta qilsalaring, pritsel shuncha katta bo'ladi. Ko'rasizlar? Otish qiyin masala, buni ham tavsiya etmayman. Agar buni kichkina qiladigan bo'lsalaring, pritsellarning kichkina bo'lib qolar razmeri. Mana kichiklashdi. Buni ham o'rtasi yaxshi. Men 3-0 da o'zim tavsiya etaman hammaga. Xohlasalaring 2,5 ham normalli. Xo'p, keyingisiga keladigan bo'lsak, bu 0.6 da o'ynayman o'zim. Buni qancha ko'tarsalaring, shuncha pritsellaring Surxondaryoning tandir go'shtini yeganda semiz bo'ladi. Buni qancha kattalashtirsalaring, qalinlashadi pritsellar. Buni qancha kichiklashtirsak, pastga tushirsak, shuncha ingichka bo'ladi pritsellar. Bu ham yaxshi. Men o'zim buni 0.6 da o'ynayman. Xo'p, zazor keladigan bo'lsak, buni kattalashtirsalaring, pritsellaring orasi ochiladi, tayoqchalarning orasi. Mana hozir 1.6 pritsel bo'lib qoldi. Buni katta qilish joyiga kichkina qilish tavsiya etaman hammaga. Chunki pritsellaring yaxshi bo'ladi. Men o'zim buni 2-2 da o'ynayman. 2-2 yaxshi. Tavsiya beraman 2-2 sizlarga. Xo'sh, obvodka. Obvodkani yo'qsalaring, pritsellaringda tashqi tomonida qora rang ko'ryapsizlar. Buni ham tavsiya bermayman. Yorqin kartalarda, dastikda grafikani yorqinroq qilib o'ynasalaring tavsiya berishim mumkin buni. Pritsel ko'rinmasa. Atak tavsiya beraman. Krasniy bu qizil.
Ana o'zi qizil pritseldamiz. Agar buni 0 qilib zelyonni, bu yashil. Mana yashil pritsel. Uchinchisi siniy. 3 xil rang bor, siniy. Siniy ham zo'r, krasniy ham zo'r. Men o'zim qizilda o'ynayman. Keyingiga keladigan bo'lsak, buni o'chirib qo'ysak, qizil prosta oddiy qizil bo'lib qoladi. Buni yoqib qo'yadigan bo'lsak, qizil yorqinroq bo'ladi. Bu ham uncha muhim narsa emas, te abnazi. Bunda agar dani bossalaring, pritsellarning tepa tayoqchasi yo'qolib qoladi. Ko'ryapsizlar? Ko'plar shunday o'ynaydi. Buni o'chirib qo'yish tavsiya etaman. Qolgan narsalari oddiy o'zini nastroykasi konturda. Bularga обязательно qarab, mana screenshot qilib to'xtatib, nastroyka qilsalaring bo'ladi. Managa. Bu snayperskiy pritsel, bu ham o'zgartirganim yo'q. Pritsel deya granati. Buni ham o'zgartirganim yo'q. O'zini konturda o'zini nastroykalari. Screenshot qilib to'g'rilab olsalaring bo'ladi. Mana o'zimda nastroyka pritsellarda. Agar birinchi videom sizlarga yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Izohlarda fikringizni qoldiring. Birinchi video haqida fikringizni. Keyingi video nima haqida bo'lganingizni ham yozib qoldiring izohlarda. Qarshi hammaga xayr. Goodbye. Sin pero, contigo yo me voy a jugar. Dime qué es lo que papi, ay papi, papi contigo yo me envuelvo, papi contigo yo me envuelvo, sin pero, contigo yo me voy a jugar. Dime qué es lo que pasa.